Yigitni noni doim ko'chada, ko'cha bolasi hech qolmas ko'chada. Shoqollar galasi qula saqar kechada. Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Yigitni noni doim ko'chada, ko'cha bolasi hech qolmas ko'chada. Shoqollar galasi qula saqar kechada. Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Ajoyib aksiya. Ayronlarimizdan 15 yil bo'lib ketdi. Kelaverasizlar kelar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling-ku. To'q qilyapsizlarmi? To'g'ri qilmaymiz, biz pishiramiz. Mana bundan tabiiyatdan Mahmad akalardan istirman. Kelishlari mumkin, Mahmad akalarni so'ragan. Kelaverasizlar kelar. Nega? Borku bitta yarimta tanish bilishing uchrab qolsa, qayerdasan, nima ish qilyapsan deb so'rasa, bu yerlarni aytib o'tirma. Tushundingmi? Bobo. Bobo emas. Hoji bobo degan o'g'lim. Bobo bo'lsa. O'bratishga vakil. Yo'q, to'yjasanmi? Aka. Hopling yonib 3. Qatdan olaman aka. Mana mashitdan qilib berishadi. Hatto bundan tabiiy ayronni to'g'risida mana mashit og'amiz chiroyli qilib mana mahitolar qilib beryaptilar. Har xil turlaridan bor ekan mana. Xolasang malinali, xolasang laymli, xolasang mana katta nimalardan ham qilib qo'yishgan muzdek ayronlarimiz, mahitolarimiz bo'lyapti. Mana ichlarida muzlari bilan mana marojnalar ham bag'da ketyapti. Mana ayronda o'sha avjiga olgan mana mashitda. Bemalol kelib, bexijolat kelib o'tirib, ichib ketaverasizlar. Mana ichkarilariga ham kirib, xotirjam o'tiraverasizlar. Salqingina joylarimiz bor mana, oilaviy kelib, bemalol o'tiraverasizlar. Ventilyatorlar, hamma sharoitlar bor. Bexijolat kelib, ayronlar mazza qilib ichib o'tiraverasizlar. Mazza qilib dam olib ketasizlar. Ajoyib aksiya. Ayronlarimizdan 15 yil bo'lib ketdi. Kelaverasizlar kelar. Cho'taka ayronga chaqiryapti shekilli. Aka, Uga nima qilasan tashqarida turib tomosha qilib? Chetda yonimda joy bor, o'tirib tomosha qilsang bo'lmaydimi? ayronlar. Muzdekkina ayronlar bor. Ayron bormi? Qanaqasidan? 20 minglisi bormi? Bor. Narx qancha ekan? Bizda shunday miyalar bor. Вообще ishlamagan miyalar bor-da. Свежий turibdi shunday. Assalomu alaykum, hormaydi. Alaykum assalom, keling aka. Aka, sevgan qizimni kuchugiga ikkita akaracha qo'yib bering, pishirib. Shettisimi sabiqa berildimi? Assalomu alaykum, keling aka. Alaykum assalom. Ayrondan qo'yib bering. Ayronlarimga hazilga bor, rahmatuga savoringlar. Pulni bermasdan ketmoqmi? Yig'lab nima bo'lmas. Aka, nima bo'ldi? Siz nimasizlar? Nima, kim? Olinmamiz. To'xta, ne aka? Aynen suring. Keling uka. Hozir endi uka siz kelib, mashina qanaqa, nima ish qilasiz demoqchimisiz uka? O'sha nima qilaman aka? Ayron pulini to'lab qo'ying. Yo'q, uzr, xayoldan ko'tarilib qoldi. To'lab qo'yaman-ku.
Yo'q, ayron ichib pulini to'lamaganlar do'stlaringizga jo'natib qo'yamiz. Chiqma bundoq. Aka, siz oldin eshiting aka. Chiqma bundoq. Aka, siz oldin eshiting. Baqa o't. O't baqa. Aka, siz oldin eshiting aka. Siz noto'g'ri tushunyapsiz aka. Buruch qilib bo'lganman, Buni buruchki. kesin gaplashamiz. Aka, erkak oling manini. Oling aka. Erkakchilik degan narsa bor. Aka 5 ta oling. Men Besh erkakman, so'm, 5 ta olmayman, aka. Aka 5 ta oling deyapman. Sen tabiiy ayronga kim bo'lasan? Men aka tabiiy ayronni akalariga ukalari deb olaman. Isming nima seni? Mani Mirshohid mani ismim. Shu mashi ayronchilar. Bir og'iz ayron olib keldi, olib keldim. Aka, mashitni bor-u, mashitni bolasiman-da aka. Mana bashlar yig'ishtirib anaqa qilib yurgan bolaman. Aka, ayronchi zaballas bemalol kelib ichaverasizlar aka. Onalariga ukalaridekman. Ogoh kiritish gapga u olimtoy polvon kunduzi ketdi. Hurmat qilib uni singlisiga olimtoy polvon suv olib ketdi. Olimman ismim deya o'lsa mehribon. Suv kunda har xil suvlar sizga yordam bermayaptimi? Demak, tabiiy ayron kelib maxitolardan iste'mol qilib ko'ring. Qanaqasidan ichishni tavsiya beramiz deganlarga hammasidan ichib ko'ring aka, hammasi zo'r akalar. Haqiqatan zo'r ekan, tabiiy aka, kelaverasizlar. Doim bayramlar bo'lsa, shu Rahmat aka. Bugun tabiiy ayron to'g'risiga maruzxonalar ochilgan ekan, chiroyli qilib maruzxona solib berishdi. Hamma tatib ko'ramiz. Ham zo'r ekan. Gap yo'q. Maytolardan tatib ko'ramiz. Tabiiy tayyorlangan ekan. Bunga ham gap yo'q akalar. Kelishlaring mumkin, 24/7 ochiq bo'ladi akalar. kelinglar mana yangi do'konlardan ochib oldik. Kelinglar mana marojnalardan olib qolinglar mana zo'rlaridan. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom, keling uka. Yangi do'konlarda ochib olibsiz, qutlug' bo'lsin. Rahmat. Mana uka yangi do'konlar ochib oldim. Mana cho'tka qilib marojnalar, maxitolar, ayronlar sotyapmiz. Shu ayron ro'parasidagi mana shu marojnaxonaga kelaverasizlar. O'zi aka, oilaviy xonalaringdan bormi o'zi? Uka, hozir. Baqa yuring uka siz. Yuring baqa. Mana uka oilaviy xonalarimiz. Bemalol kelib, mazza qilib o'tirib, oilaviy marojnalardan yeb, ayronlardan ichib, maxitolardan ichib o'tiraverasizlar. Xotirjam o'tiraverasizlar. Zo'r-ku aka. Bemalol kelib, o'sha ayron ro'parasida turibdi uka, mazza qilib ichib o'tiraverasizlar uka. Men bir kunda $200 topaman. Bir yilda 365 kun, 12 yildan keyin qani bo'l vaqt ko'p bo'ladi. Yaxshi yaxshilaydi.